Assalomu alaykum hammaga. Issiqlar bilan 48 qildi. Mana xudo xolasa kechagi obyektimiz rayonlar balandligi ko'rsatadimi? Mana qilib eshik tepasini cho'zib qo'yib berdik. 5 ta eshik qo'yildi. Ne klassik eshiklar Ozarbayjon bilan to'g'ri ozarbayjonliklar bilan birga hamkorlikda mana shu Toshkentda ishlab chiqarilyapti bu eshiklar. Kirashni eshiklar, uyda svet yo'q. Rayon baland deb aytadimi? Mana narsa qo'ydik. Hamma eshikka qo'ydik. Nalishligimiz endi 9 ligi uchun yaxshi yetdi. Mana bitta nalishlikning uzunligi 220 bu. Ko'p oddiy eshiklarda, mana shunday eshiklarda nalishligi 215 bo'ladi. Bunda 220 plus tomoni shu ekan. Yani şu zamoklarimiz mexanik zamok. Tinchalarda yopasan. Любой holatda turaveradi положениеda. Mana xohlagan положениеga qo'yaverasan. Ichki tomonidan ham ulayapmiz, ko'taryapmiz. Buni bilmagan odam umuman sezmaydi buni. Nalishni butun tushganda. Tushunmaydigan odam uncha bilmaydi ekan. Sog'lom bo'lmish. Paroglarni yopib olganmiz. Joy ozgina parayom tor edi, kichikroq edi. Bir narsa qilib qo'yib yubordik. Mana videoni montaj qilishni bilmayman-da. Mana shunday kesiladigan joyga men hamisha aytaman. Klassik mana shunday taraqli, gulli nalishni olmanglar. Tekis nalishni olinglar, chiroyli chiqadi deyman. Bundan mana taraqli nalishni kesib qo'yganmiz. Endi baribir bu tekis turgani yaxshi-da, bu bir nima qilmaydi. Yishmaydi bir-biriga. Kesilgandan keyin u yaxshi. Butun tushsa va chiroyli chiqadi. Ancha montaj qilishni ham bilmayman. Telefonda qanday bo'lsa shunday tushiraman. Bloger emasman, boshqa emasman. Prosta ishimni yaxshi ko'raman. O'zim uchun qiyin ishlarimni tushirib boraman. YouTube'ga qo'yib, har xilda Instagram'ga qo'yaman deb esimdan ham chiqib qoladi. Mana shu laminatni qilganda eshikni oldini mana shu 10 sm atkozgacha bo'lgan joyda shunda devorni o'yib turib, laminatni devor bilan bir xil qilib devorni o'yib olish kerak edi, 1 sm. Mana laminat yupqa bo'lganda bu yupqa ham emas, bu 1 sm. 0.8 adashmasam 0.8 1 sm. Mana kattaroq qoldirib ketib qoladi laminatni. Mana shu joyda kirgizib qo'ysa, mana shunday narsa bo'lmaydi. Qaranglar, bu bitgandan keyin xunuk ko'rinadi. Mana bitgan, mana chiroyli turibdi. Mana ochilib qo'ygan bu tomon. Shuncha mehnatni prosta ozgina arzimagan narsa xunuk ko'rsatib beradi. Mana bular bitgan, chiroyli chiqqan. Endi zalni ko'rsataman. Mana o'rtasida pritorniy plankasi yo'q ekan. Buni endi bugun yakshanba skelat ishlamasa ekan.
Mana zalda ham bor. Ozgina. Mana bu tomonda ham bor. Nimani ustalari bitirib ketgan endi bu. Qo'yib berdik. Eshiklari chiroyli. Mehnati ozgina mehnat ko'proq talab qiladi bu eshik. Ishlagan joyimiz mana shu xonada ishlaganmiz. Xonni shipirib tozalab qo'ydik. Tak. Instrumentlarimiz mana xonada turibdi mana. Hamma instrumentlar shu. Bu xonalarda ishlangan yo'q. Oldingi videoda buni ko'rsatdim. Mana shu tepa prayom 2.15 edi bu. Ichiga reyka qo'yib, uni davor tomoniga ham reyka qo'yib, penalab qo'yganmiz. 3 reykadan. Uni rasmini qo'yaman. Rasmdan ko'rasizlar. Videoda montaj qilishni bilmayman-da. Assalomu alaykum hammaga, sog'lig'inglar salomat bo'linglar.